Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, qurilish sohasiga qiziqadigan Kaskali bola kanalimizda obunachilar. Biz hozirda 135 metrlik beton hisobida sisma quyilyapti, ya'ni devor ustiga va kolonnalar. Hozirda ustalarimizni ish jarayonida va sismalarimizga qancha sement ketyapti, qancha shog'ol ketyapti, nechilik armatur ishlatilyapti, shular haqida suhbatlashib o'tamiz. Videodan yiroqlashmaymiz, layklar esdan chiqmasin. Hozirda mana ish jarayonini ko'rib turibsizlar. Bu yerda 5 ta kichikroq holatda va katta holatdagi xonalar barpo bo'lyapti, ya'ni xom g'ishtdan. Asosi xom g'isht, lekin tagi 2 slog beton hisoblaganimizda, ya'ni bir slogi podushka bo'yi 30, eni 70, ikkinchi slogi, ya'ni tepasida yer yuzasida qola turgani bo'yiga 50 ga 40 holatda beton quyilgan. Betonlarimizda общий uzunligi, umumiy uzunligi 135 metr hisoblanyapti va tepaga ham xuddi shunaqangi sisma quyilyapti. Bugungi videolarimizda sisma quyish jarayonlari, sisma narx-navolari va sismaga ketib turgan mahsulotlarimiz haqida gaplashib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, 3 tadan armatur tashlab o'tilgan. Bu yer o'sha 25 ga 25 holatida joy tashlab ketilgan. Bu yerga o'sha karkas to'qib beton quyilyapti. Karkas to'qish hammasi o'sha usta haqini ichida. Va eshik romlarimiz tepasiga mana shunaqangi perimichka deyilardi. Endi oldin perimichka deb yog'ochdan qo'yilardi, hozir betondan mana shunaqangi qilinyapti. Ustimlab qo'yib, chiroyli holatda bo'lyapti. Ustalarimiz mana ishlashyapti. Ustalarimiz bilan endi qaysi biri bilan suhbatlashamiz? Hammasi ish yuzasida, tepada, tomda ish qilishyapti. O'zimiz bilganimizcha ma'lumot berib o'tamiz. Hormanglar, usta tog'alar. Usta tog'alar deb gapirishimiz bejiz emas. Shu eng yuqorida turgan, balandda turgani katta usta bo'ladi. YouTube tarmog'ida Usta tog'alar kanalining admini qurilish sohasidagi ma'lumotlarni ham Usta tog'alar kanaliga o'tib, biz bilan hamkorlikda ishlayib turgan Kaskali bola bilan birgalikda layklarni bosib, kanalga obuna bo'linglar. Xo'p, sismalarimiz narxiga keladigan bo'lsak, 1 metr, hozirgi kunda kub emas, metr hisoblanyapti ekan. 1 metr sismamiz, mana bu burchakka quyilayotgan turgan ustunimiz va eshik romlari tepasiga qilinib turgan perimichkalarimiz hammasi bir xil narx 60 ming so'mdan quyilyapti. 1 metri. Bu 60 ming so'mning ichida 12 lik armatur tepaga tashlanyapti. 14 lik armaturdan 6 talik holatda bu eshik romlar tepasiga tashlalyapti. 14 lik armatur burchakka 3 talik karkas to'qish xizmati hammasi ichida. Endi sarf xarajatiga keladigan bo'lsak, 2 kamas aralashgan holatda, buni kamaschilar o'zi kompot deb aytishar ekan, aralashgan holatda metpisok, shebendi 50 ga 50 holatda aralashgandan 2 kamas shag'al ketyapti va 5 tonna sement ishlatilyapti. Mana shu 135 metrlik aylanasiga sisma va tumbalarimiz tepaga quyilib turgan eshik romlar ustiga bo'lib turganlar. Xo'p, sementlarimiz nima sababdan tonnasi hisobiga ko'proq ketyapti deydigan bo'lsalaringiz, обычный holatda 4 ta lapatkiga bitta lapatka sement tashlanyapti. Endi bunda 3 ta lapatkiga bitta sement tashlanyapti. Ser sement baquvvatroq bo'lishi uchun. Hozir videodan yiroqlashmay tursalaringiz, birorta ustani bo'shagan holatini topamizda, yana ham suhbatlashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, hovlimizda, ya'ni uylarimizda tepadan ko'rinishi shu holatda bo'lyapti. Mana ko'rib turganimizdek, mehmonxona, spalniy, dush, zal, koridor, xullas barchasini proyektlari chiroyli holatda qilingan. Bu ko'rib turgan joyimiz 5 sotilik xonadonga 6 xonalik uy tushyapti. Endi koridorlardan tashqari asosiy xonasi 6 ta. Ustani pastga tushirib bezovta qilmadikda, o'zimiz tepaga chiqib ustadan yengil suhbat olishga harakat qilamiz. Xavfsizlik yuzasidan kaska kiyib olganmiz. Albatta Kaskali bola kanaliga obuna bo'linglar. Ustamiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Usta bu, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Rahmat. Usta,
usta tog'alar. Ha, Usta bolalar, usta akalar emas, usta tog'alar. YouTube tarmog'ida usta tog'alar kanaliga ham o'tinglar. Bu yerdagi obyektimiz hozir 5 xona bo'lib turgan bo'lsa, bundan tashqari 2 etajli uylar, xomg'ish, pishig'ish, blok, tom yopish, отделка elektrik sohasidagi va santexnik sohasidagi videolarimiz barchasi mujassam. Obuna bo'lib, mana shu ustakamizni videolariga layklarni bosib, bemalol kuzatishingiz mumkin va albatta bizni ham kanaliga obuna bo'linglar. Baxtiyor aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Siz bilan ham tepada ochiq havoda gaplashsa bo'lar ekan, maza qilib. Yaxshi. Hozirgi kunda mana sismalar haqida qo'ldan kelganicha suhbatlashib o'tdik. Endi o'zingizda qilayotgan turgan ishlaringizni baribir obunachilar o'zingizdan eshitgani ma'qul. Men aytaverganim bilan, men tushuntiraverganim bilan ustani o'zidan aytishgani, eshitishgani yaxshi. Narx-navolarimiz qana bo'lyapti aka? Xo'p, narx-navolarimiz 1 metr sisma poyezi. Endi bu qalinligiga bog'liq. Hozir bu 22 sm, 25 sm-gacha 60 ming so'm. 1 metri karkas sug'ib berish ichida. Ichida. 2 talik, 3 talik bo'lsa. Aha. Undan ag'i haligi 30-35 sm misol har xil joylar bo'lib qoladi. Menga qalinroq quyib bering, filta bosaman yoki bir narsa, ular shunga o'xshab. Ular 60 mingdan 80 ming so'mgacha bu. Narx-navolar, u karkas 4 talik bo'ladi, ishi hali. Misol men unga 3 paqirloy kelsa, unga 8 paqirloy ketadi. Mehnat qo'shilaveradi-da. O'sha hisobiga narx o'zgaraveradi. Ha, narx-navolar oshaveradi. Yaxshi. Hozir men video boshida aytib o'tdim. O'sha eshik derazalarning tepasidagi perimichka deylarmidi? Perimichka. Perimichkalar, ashular hamda uyni burchaklaridagi betonlar, ya'ni stoykalari, tepadagi sismalar hammasi bir xil narxda deb aytdim. Aha, bir xil. Endi hali biz boshda har xil perimichka, stoyka desiz, insonlarga tushuntirish qiyin bo'lib ketyapti. Mana bunchami, mana bunchami. O'shaning uchun biz hammasini bir xil qilib qo'ydik, o'sha 60 ming. Hammasi bir xillar tushunarli bo'lishi uchun. Mana 25 sm quyildimi tepa qismi. Ustoykalar ham o'z-o'zidan kichkinaladi. 20 ga 30 sm bo'ladi. Tepa qismi qalinlashdimi, ustoykani ham sal baquvvatroq qilish kerak. Ya'ni nimaga baquvvat qilasiz? Bu filta bosaman deydi, o'shaning uchun o'z-o'zidan yuk tushash uchun ham. O'zidan-o'zi narx-navolar ham o'shanga ketaveradi-da. O'shaning uchun biz perimichkani ham, ustoykani ham, tepa qismini ham bir xil 60 ming. Karkas so'qish ichida. Tushunarli. Endi hozir mana biz aynan men o'zimning xo'jaligim bu, aziz obunachilar, bu o'zimning xo'jaligimdagi qurilish. O'shaning uchun etap sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Menda savol bor-da. Bemalol. Ustaligingiz uchun savol beraman. Aytaver. Mana xomg'ish. Endi men xomg'ish ustiga sisma quydiryapman. Bu qanaqa endi? Loy bilan betonni ushlashi bir-birini. Ushlaveradi. Bemalol. Ustoykalar bor mana. Bu burchakda bor. Nargi burchakda o'rtalarda bor. Hammasi ustoyka armatura chiqdi. Bog'dan armatura kelib baylandi, bo'ldi shu. Korobka holatida bo'lar ekan. Bu endi haligi bir qator pishig'ish ko'pchilik aytadi, hani ustiga bir qator pishig'ish urib bering deydi. U mabodo hali mana ho'l bo'lgan yo'q-ku mana sizniki. Sisma poyez qo'yib turib, o'rnatib quygandan keyin ho'l bo'lib qolmasin, loy bo'lib qolmasin deyshadi. Endi hamma sharoitdan kelib chiqibdi. Albatta. Bu ham endi siz baribir quriyapti. Quriydi bu. Xomg'ishlarimiz uyib oqib ketgan. Yo'q, u darajada suyuq bo'lmaydi loy, sal qo'yroq bo'ladi. Bu xomg'ishni uyutib boradigan darajada bas endi xullas. Demak, effekt ikkalasida ham bir xil. Bir xil. Sismani vazifasi ikkovida ham bir xil vazifa bajaraveradi. Endi mana xomg'ish bilan pishig'ish farqi bor lekin. U endi pishgan g'ishligi uchun hali rastvorga yaxshi ishlashadi. Beton bilan ham yaxshi ishlashadi. Pishig'ish bilan sisma poyez yaxshiroq bo'ladi. Mahkam ushlashadi ekan. Lekin xomg'ishni o'zidan ko'ra sisma poyez quyib qo'ysangiz ustiga, ustoykasi bilan. Lekin o'sha ham bo'laveradi. Bir etajlarga xomg'ishni o'zi qolgandan ko'ra, albatta. sisma quygan ham ma'qul. Sisma poyez quysiz, to'sirlaringiz, baylanish, ular hammasiga yaxshi tushadi. Yaxshi. Endi Baxtiyor aka, hozir mana asosan sismani gaplashib o'tdik-da, endi ko'pchilik darvozaxonalar yoki o'sha xarilik tushadigan joylar, 4 metr, 5 metrlik joylarga o'sha balka deydimi, nima deydi shunaqa? Regelmi? Regel kalonni. Shunaqa narsa quydiradi. Uni narx-navosi qanaqa? U necha razmer bo'ladi? 40 ga 40 bo'ladi u. Joyiga qarab 4 talik, 6 talik, 8 talik, 12 talik to'qib beraveramiz. Armatura misol joy kengaygan sari 18, 22 ketaveradi joyiga qarab. Eng uzun joy 6 metrgacha quyganmiz. 6 metrgacha quyilgan. 6 metrgacha 22 lik armatura 8 talik to'qib quyganmiz. O'shani ustiga pilta tashlaganmiz. Piltani ushaveradi. Bemalol ko'taraveradi. Uni narxi qancha dedingiz uni?
130 ming so'mdan 180 ming so'mgacha. Uni ham shu armaturasi, misol 4 joy 3,5 metr dorixona. Unga endi 16 lik yoki 18 lik 4 dona tashab turib, quyib qo'ysangiz bo'laveradi. O'z-o'zidan uni karkas so'qish yengillashyapti. O'shalar 150 ming so'm. Uni devordan stoykasi chiqadi. Misol unga 3 talik karkas tashab turib kuydiraman desa, u ham yengillashaveradi. 120 ming. Joy 30 ga 38 bo'ladi-da, stoykalar ko'proq, hali devorning ichida bo'lsa. Agar ochiq joyga bo'lsa, 40 ga 40 bo'ladigan bo'lsa, o'sha 150 ming so'm. 150 ming so'mgacha 1 metri karkas so'qish ichida. Ichida, hamma yo'q ichida. Xo'p, xizmatlarimiz faqat Farg'ona viloyati bo'yichami? Hozircha shunaqa. Hozircha shunaqa. Qachon chetga chiqish niyati bor? Endi chet degani ham bu qo'shni viloyatlar yoki o'zimizda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha. Endi yo'lga qo'yapmiz, sekin-sekin brigadani ham endi tap brigadalar terib ham bo'lmaydi-da. Xudo xolasa bunday ko'rib turib, ish tekis bolalar, shogirdlarni sekin-sekin usta qilib chiqarib, brigadani kengaytirib, xudo xolasa o'zi zakazlar juda ko'payib ketdi. Ishlar sezonlar boshlandi, o'zimiz ham ulgurmay qolyapmiz. Shuning uchun sekin, misol boshqa xonadonga ham shogirdingizni yoki sherigingizni jo'natmoqchi bo'lsangiz, u ham hech siz kabi bo'lish kerak-da. Bo'lmasa sizdan zo'r bo'lish kerak. Ishonchni oqlash kerak. Misol sizga bitta usta topib bering deydigan bo'lsa, sizdan zo'rini tavsiya qilishingiz kerak, yo siz kabi bo'lish kerak-da. Albatta. O'rtada odam hijolatchilik bo'ladi. O'shaning uchun brigadamiz bor-ku, yetishmayapti hozir. Farg'ona bo'yicha o'zi ishimizcha ko'proq. Xudo xolasa sekin-sekin yo'lga qo'yamiz. Tushunarli. Aziz obunachilar, ustani ishdan qo'ymaylikda, men hozir o'zim xonadonimda bo'lganligi uchun armaturlarni narx-navolarini qanchadan olyapmiz va qancha metr ketganliklarini sizlarga aytib o'taman. Baxtiyor aka, ishlaringizga omad. Xo'p, mayli. Rahmat, sog' bo'laveramiz. Kaskali bola hamda usta tog'alarga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Video davomida chiqqan nomerlar Baxtiyor akamning nomerlari bo'ladi. Xo'p, aziz obunachilar, armaturlarimizga keladigan bo'lsak, asosan sismaga 12 lik armatur ishlatyapmiz. Burchaklarga va eshik romlari ustiga 14 lik. Va zalimiz bor, 3,5 metrlik zalni tepasi endi polniy o'sha akvaromga moslab harakat qilyapmiz. O'sha joyga 3,5 metrlik joyga 20 lik armaturadan 4 ta tashlandi va eshik romlari ustiga 14 likdan 6 talik karkas to'qildi. Sismaga 12 lik ketyapti. Shunda общий metrimizni hisoblaydigan bo'lsak, 750 metr barchasini hisoblaganda 750 metr armatur hisoblanyapti. Buni ichida endi 270 metri 12 lik, qolgani 14 lik armatur bo'lyapti. Xo'p, bizni ko'ryapsizlar, mana shunaqangi mana kichkinagina xonalar bor bu yerda va mana shunaqangi mana общий xona deyilyapti. Bu planda o'zi oilaviy xona hisoblangan. Va qolgani mana orqada spalnik, dush va mehmonxona. Xudo xolasa bu proyektimizni imkon qadar sekin-sekin, etapma-etap kanalimizda kuzatib borishlaringiz mumkin. Xudo xolasa tez kunda mana shu tom yopilish jarayonlari va bundan tashqari xonamizni ichki razmerlari va planni ham imkon qadar rasmini qo'yib o'tamiz. Kaskali bola kanaliga obuna bo'linglar, usta tog'alar kanaliga obuna bo'linglar. Video davomida chiqqan nomerlar reklama va e'lonlar uchun deb yozilgani o'zimning nomerim, usta tog'alar deb nomlangani mana shu Baxtiyor usta akamizning nomerlari bo'ladi. Videodan yiroqlashmaymiz, layklar esdan chiqmasin, salomat bo'linglar.